成吉思汗率领的20万蒙古男丁，其中不下5万人走上的是不归之路。为了不至于这20万人的尸体全都躺在异国他乡，他下了一道命令：凡遇反抗者，一律屠城。正是这个命令，使多少无辜的百姓付出了鲜血和生命。Elçimizni o'ltirayotgan, qari Xitoylarga jazo yurish qilayotgan qo'shinim hujum qilgan Eliq sultonga keldi. Ala. Oldinlarki bu shaharni mahkam qo'rishala. Bitta chashqanimi? Qochirayotma ala. Shukri, elimi vaqtida pechib chiqyaptimiz. Bo'lmasa, shaharda Chingizxonning qo'rshovida qilib, ruhim xuddi shamoldek jannatga udulli kirib ketgan bo'ladi. To'g'ri deydilar. Lekin mening ro'yim shahardagi necha tuman cherikan puhrolar bilan tang jannat kiramaydigan bo'ldi. Bundan keyin qayerga bosam ro'yim amin topamaydigan o'xshaydi. Men qarang sarkardam. Ko'nglingizni yerim qilmang. Biz muasirni bosib chiqqandan keyin sizlarni texmi foydali yerga boshlab berib, urush qilish postiga ega qilaman. Kunlarning birida biz yana qaytib kelamiz. Yuringlar. Gapimni anlag'aysizlar. Tangdoqsiz jasur sarkarda cheriklarim. Sizlarni bizning jamiyatimiz urush balosiga qo'ydi. Lekin falokat sizlarga tahdid sanayotganda biz sizlarni tashlab qochdik. Bu shamshariga dog' tekkizdim. Sharafli cherikchilik ro'yiga dog' tekkizdim. Botir ulug' ajdodimizga va go'zal boy boyashot poytaxtimiz Samarqandga yuz kelmayman. Hurmatli shahzoda, bu endi qo'limizdan kelmaydi. Shunda qilib bir podshoh elini xalqi bilan tanqusundurmay, aksicha xalqini tashlab qochdi. Lekin xalqini tashlab qochgan podshohning qaysisi tarix tarafidan tashlab etilmaydi? Ben Moğollarni texi otliq chorvachi, o'qiyoliq o'chi deb o'ylab ekanman. Uning ustiga buzruk onamning ko'nglini oyab, jiyanimga yon besib, yeniklik bilan Chingizxon degan bu shosh o'tkizning tishiga tegib qo'yibdiman. Ularni salchoqlabdiman. Ularning bizga saldek ofat yog'diradiganligini kim bilsin?
Aranlarda nini urushlarni boshdan kechirgan botirlar, yana inovatlik o'lama ahmatvolik vazirlar bor. Qani deb beqinglar, beshimizga kelgan bu balo qazodan qutulg'ili bo'ladigan boshqacha yaxshiroq amal bormi? Aql parastinglar bilan o'ylig'ininglarni deb beqinglar. Mavraun nahrni amdi qutuldirg'ili bo'lmaydi. Bundaq ishning yuz berishini xohlamasaqmi, lekin bo'g'iliq bo'ldi. Hozir tavallikimizni saqlab qolish uchun har qaysi joylardagi cheriklarni tap, qo'shinni kuchaytirib, Amur daryosi bo'yini o'rtaq qo'g'dishimiz, Chingizxon chavandozlarining yana ilgirlab kirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Yengilib qolsaqchi, Mong'ollarning qo'llab zarb berishdan qutula olamdiq. Bizda yengish kuchi yo'q emas, balkim yengish jasorat kamlik qilyotdi. Bizda yana Chingizxondek ajoyib tadbir va o'zgarishdan urush usuli kamlik qilyotdi. Bu sarkarda cheriklarimiz talto'kiz yig'ilishdan ilgari bundaq jang san'atini o'rganib bo'lolmaydi. Shunga bu yerda jon tikib elishmay, chekinishimiz kerak. Nega chekinimiz? Janubga. Mana bu janubga. Yo'q, yanami janubga. Bizga ofat yog'dirgan bu Amur daryosi bo'yidan Mo'g'ullardan yiroqroq joyga ketaylik. 撤到哥吉宁去。什么？你怎么不建议撤到印度去？不错，我正是有此打算。如果我们在哥吉宁仍然打败不了成吉思汗，我们就撤到印度去，以保存实力。哼。Fikringiz yo'lliq. Ilgirliganda hujum qilg'ili, chekinganda mudofaa ko'gili bo'ladi. Gapingiz yo'lliq. Bag'dodning xalifasi sulton janoblarini taklif qilgan-ku. U qo'shin to'plab sulton oliylarini qo'g'diya oladi. Hey, bu chekinishning yaxshi yo'li ekan. Hujum qilish yo'limiz zodi bormi yo'q? Ulug' tandassiz jasur g'olib qo'shinimiz mag'lub qo'shinga aylanib qolmaganmi? 推到伊拉克去！我们想把明珠一般的旧都玉龙劫持交给成吉思汗。 O'g'lim, endi bu yerda no'chilig'im oqmaydi. Yo'qsin. Sarkarda To'mirbalikning digini to'g'ri. Bizda dal dushmandan g'olib keladigan jasorat kamlik qilyotdi. Shah ota, sizlar chekinmoqchi bo'lsizlar, qo'shinni menga o'tkazib bergaylar. Chingizxon bilan o'zim jon tikib elishay. Sulton oliylari, biz shahar xalqidan kelarki 3 yillik seliqni balo qazo kelganda ularni tashlab qo'yib chashqonni kesib ketish uchun emas, balki ularni qo'g'dash uchun yig'dik. Ularni qo'g'dimisak, bizni yaratgan Allohning shafoatiga ham xalqning himoyasiga erishamaymiz, Shah ota. Shahzoda oliylari chin dilimizdan Allohning g'amini yeyapmisiz? Bu nima degani emas? Nihoyat oddiy. Agar u cherikchilik huquqini o'tkazib olsa, qo'shinni o'zi bilginicha ish qila oladi. Texi taxt varisini bekor qilib birdilla yangi sulton bo'lib olishi mumkin. Men sening tuxumdan tik undirgan sahalik dilimni kesib o'taman. O'ldiras qilichinglarni, tortinglar! Sulton oliylari! Sulton oliylari! Mong'ollar keldi. Yuringlar! Haydi. 不要乱！快把马牵过来！快走！是凶神者别来了！快走啊！走啊，汉呐！保护苏丹，迎战蒙古人！ Bu sulton qarqanda xil mehmondo'stkan. Tamoqni tayyorlab qo'yib ketibdi. Kech bo'lay dedi. Ularning bektirmizga uchrab qolmayli yana. Rost deysiz. Avval qo'sqimizni to'yg'izaylik. Qo'saq to'ygandan keyin osh qo'saq qochgan Yiq sultonni qo'llaylik. Otdan tushinglar, tamoq yeylik. Otdan tushinglar! Hamda nagmalimiz Sulton oliylari, qorong'ulikdan foydalanib, janib qilmaylik. Qancha yiroqlasak shuncha yaxshi. shunda qilmaymi amal yo'q. Ilohim, at tong atganda xush xabar anglagaymiz. Yuringlar. Yuringlar. Sulton sharmandalar chiqib ketganlikdan Chingizxon 8 kun ichida ularning yangi poytaxti Samarqandni oldi. Baba! Baba! Ha? Qo'shinimizning nurg'un cheriklari Samarqandga kirib oldi.
Shahardagi arayollar bilan chiriklarni yuzli bir sap qilib, shahar sirtiga haydab chiqaryapti. Yaraysana. O'zlikdan bo'ysungan sarkarda oqsoqollar tegishli qo'g'daldimi? Bo'ysungan sarkar oqsoqollar qo'g'daldi. 5 tumanda ko'proq jamoatning shaharda qilishiga ruxsat qilindi. Yaxshi qilibsizlar. Pillarni qanday qilamiz? Nima? Qo'shinimizning hujumiga to'sqinlik qilgan eriq 20 pil. Uzun xartumliq 10 to'gining cho'ng'ir pillarchi. Ay, pil degan uzun xartumliq bo'ladi. Odamning qo'qqis keladigan pillar ekan, ha? Yo'qsa o'liq qolgan, odamning amroliq keladigan pillar ekan. Ay, yoqtirib qoldingizmi? Undaq bo'lsa, qo'lan xatun o'tkazib beringlar. Undaq. Xo'p, bova. Muqato'g'an, pillar nima yeydi? Shu yayloqdagi o't-cho'plarni yeydi. Undaq bo'lsa, yayloq apirib qo'yinglar. Unda qilsa qanday bo'ladi? Ular nurg'unchiliklarimizni dasab chelvatgan tursa, Bu ulardagi xatolik emas, kechirim qiling deylik. To'g'ri deydi. Ularni urishga odamlar majburlagan. Kechirim qilaylik, ha? Uni qilgan haqiqatan rahimli podshoh ekanlar. Qanday pilni o'ldirishga ko'zlar qiymayapti. Ay. Ularni rahimlilik qilsalar demoqchimi? Yo'q, hech nima demadi. Ular menga 8 kun to'sqinlik qilganlikdan nurg'un cheriklarim o'ldi ham yaralandi. Lekin ularning pillarga o'xshash urishga odamlar majburlagan tursa. Menda ularni bir yaxshi qilishning bir amali bor. Ularning orasidan 3 tuman hunarvanni tanlab, har qaysi noyonlarga bo'lib beraylik. Demisizmi, bu ko'ni qayda? Uloq qolgan, yaqin yurtda chiriklar yetishmaslikdan ansirayotgan emasmidilar. Menimcha orasida yana 3 tuman yosh o'tir yoshli erlarni tanlab, bir qo'shin tashkillab, qo'shinimiz bilan birlashtirib urush qatnashtiraylik. Ular xizmat ko'rsatib gunohini yo'sin. Qolgan yana gunohkorlarga cho'msa. Shahardagi savdogarlar fidya to'lab ipkassin. Shunda qilsak, Muqato'g'anning dadasining ulusida ochliq seliq to'laydigan bodollar ko'paydi. Uzun soqolning kalisi haqiqatan ishlaydi ekan. Uzun soqolning gapiga butunlay ishtirok etilmaydi. Menga jon tikib qarshilik ko'rsatgan dushmanni hargiz kechirmayman. Gunohkorlar do'zax o'tida puchilansin. Halokat dengiziga g'arq bo'lsin. Shunda bo'lsin. Layaga, labay deganim bo'yicha bo'lsin. Bu gunohkorlarni tanlab chiqolar. O'zim bir yoqqa qilaman. Xo'p. Uzun soqol, yangi olgan bu shaharni bir ko'rib kelganingiz yo'qmi? Balli, uzun soqol. Men sizlar bilan birga boray. Masla, yursizlar. Mamamlar. Hamsini ketaylik. Ular. Abi. Ala. Ketaylik. Hamsini ketaylik. Chaqab olar. Bu yoqqa. Tez qilolar. Bu yoqqa, bu yoqqa. Tamam, o'tiravering. Hadi bor. Ma'qul. Tez qilolar, buni ketaylik. Eyvah. Qarang, Koreyaning hiyai. Ilallah, hammasini harov besallah. 快点往车上搬呐！哎，不是长胡子，人家都抢金银财宝，你抢这些败叶枯草干什么？哎呀，这你就不懂了啊！快往车上搬啊！来，过来搬，快点！慢一点，别洒了，慢一点。开始吧，压上来！执行。杀！信仰的保护者，伟大的苏丹陛下万岁！
Şanı şevketlik Ulu Sultan alileri uzun ömür göreyler. Xabarni qamal qilib, qovuqlarni chaqqan ediytinglar. Sharqdagi majusiy yovvoyi mo'ng'ullarni ko'zim ko'rsin.校长，这就是那20万赎金吗？请大汗核查。不必了，我知道校长是不会不诚实的。多谢大汗的信任。那么我可以走了吗？哎，急什么？再待会儿嘛。我这个人生下来就打仗吃苦，鞍马劳顿，所以特别敬重像您这样有学问的人。在我的诺言里就有汉人、契丹人、女真人的读书人。校长阁下，你怎么样？要不要跟随我，为我所用啊？不，我还是给我的伊斯兰教民当校长的好。为什么？我成吉思汗这一次对海尔汗的惩罚，也算是对你教民的恩惠。我现在对花剌子模人的功绩应该获得的荣誉，是会流传后世的。你怎么看呢？我不知道。你这么有学问的人，怎么会不知道呢？说吧。如果大汗能保障我的生命，我就回答。说，我可以保障你的安全。无论你说什么，只要是实话，我就不杀你。我相信，花剌子模没有一个会把蒙古皇帝的名字同荣誉连在一起。你可是答应过不杀我的。你说的不是实话，因为这不是事实。可惜这是事实，因为成吉思汗的战士杀害了手无寸铁的百姓。假如我给摩克莫和海尔汗以保护，那才会失掉我对花剌子模人的功勋而获不到荣誉。你如果长寿的话，你将看到异国的民众和国王将会永远记住我成吉思汗的名字。哼。Shah ata, chegara urushlari to'g'risida ba'zi Qaysi chegara? Hozir chegarani gapini qilyapsan. Mo'ng'ullar Samarqandga besib kelay deb kelyapsa. undaqni biz qanday qilamiz? Hammanglar jinimlarning nimada bo'linglar. Shah ata, Nima deysan? Aytinglarchi, qani deb yiqinglar. Bu baloyi ofatdan qutulishning amali bormi yo'q? Darhol jon tikib elishayli degan gapinglarni bo'ldi, onglig'im yo'q. O gapinglarmi faqat oqmaydi. Menimcha chaqqon odam avatib ko'ni poytaxt Urganchdagi xon onang bilan buzlik onamni baltiroq etgan. Kelar qatam Chingizxon cho'qim shu yerga hujum qiladi. Hammanglar menglar. Belim uzilib ketay dedi. Birdam yetib olay. Hammanglar chiqib ketinglar. Alileri! Sultan Alileri! Nima bo'ldi? Samarqanddan odam kelibdi. Chaqdan boshlab kir. Sarkarda, kiring. Sultan Alileri, Samarqand qo'ldan ketdi. Sakkiz kun ichida umr tuman kishilik qo'shinim halok bo'ldimi? Bu yoqqa kelishda Jabaning qo'shinini uchratmagansiz. Samarqand qo'ldan ketgan bo'lsa, Chingizxonning uni qo'shini cho'qin bostirib keladi. Bo'linglar, janubga tez mang'ayli.
Alileri. Ha, bu qaysi shahar? Janubdagi Baliq shahri. Ota-bola Qashqon, sultonlar keldimi? Kelgan. U Mo'g'ul qo'shiniga tankagil bo'lmaydi ekan deb, cheriklar bilan bu shahardagi qo'riqchi sarkatlarni boshlab ketdi. Birdamning ichida qechib ketibdi-da. Qaysi tarafga ketdi? Janubga. Yosig'imizni biladigan siz. Bilman, qarshilik ko'rsatmaganlarni o'ldirmaysizlar. Biladigan bo'lsangiz, men bir yo'l boshlig'i deb bering. Shahringlarni boshqurganga odam belgilaymiz. Bo'ladi. Siz bering. Farmon, qo'shin shahar kirmay, darhol sultonning keyinda yana qo'nisin. Hop! Chu! Samarqandga yana qanchalik qoldi? Bu ot ketib tarilgan yetib borsiz. Chaqqon bilan. Chu! Ay, nima oldirayotganingizni so'rab olay. Ulug' qag'in valiyimiz Chingizxonning onasi Ulug' O'jinning o'lmas ro'yi chaqmoqqa ilinib ko'k tog'ning dargohiga ketdi. Ko'z yumush oldida onamning yanida kim turibdi? Yerim kechida tuyuqsiz jon uzgashga yanada qadag'inli bor ekan. Biri gap qoldiribdimi? Bir leg'iz gapni takrorlab jon uzibdi. Qaysi gapni? Temirchining qayerdasan? Nemishqa texshi qaytib kelmaysan debdi. Temirchining qayerdasan? Nemishqa texshi qaytib kelmaysan? Ana, sizga yuzkilanmayman. O'z o'g'illaringiz bilan Osmonda o'g'illaringizning hammasini yeringizdan ep ketibdimi? Olamizdan xabar elib, sizni uzitib qo'yishga bir narsani qoldirmabdimi? Bizni deb umr bo'yi javr japochik o'tdingiz. Lekin ko'z yumish oldida shuncha yolg'iz to'xtatibsiz, shuncha g'iribsinib qolibsiz. Men sizga yuzkilanmayman. Temirchin. Tashlab ketma. Sen tashlab ketmayman. O'g'lim. Hargiz ketmayman.
sakalının doğrusu nemi degan qiyriq, ha? Yo'lliq Chusay efendi, xanzular qiyriq doğru açık bo'g'ini bilan taning shifa bo'la. Foydali gap quloqqa yoqmag'ini bilan to'g'ri yo'lga boshla degan ko'ni gap bor deydi. Foydali gap quloqqa yoqmag'ini bilan to'g'ri yo'lga boshla. Qulan, uzun sakal sizga bu gapni menga yetkazishni havola qilibdi-da, ha? Yo'q, undaq demadi. Sizlar doğruni qiyriq ko'ygashga, men ularga ta'minni tanishib beringlar desam, shundaq dedi. Qandaq, ko'ngillarga tegib qo'ymagandiman. Bu uzun sakalsa mening umuman qarshilik ko'rsatganlik shahar qoniga bo'yiladi degan farmonimni bekor qilib o'tishni o'tingan, lekin men unutmagan edim. Nemishqa? Uning degani xatomi? Urush boshlanib 3 oy ichida o'ng tuman odimimizdan ayrildik. Agar bağallık ya da qarşılık uçuraydigan bo'lsak, biz menib uzoqqa bormayla odamlarimizning ta'dim to'lisi omon qolmaydigan o'xshaydi. Uluq qag'an. Cho'chilar keldimi? Talada saqlavatqili xeli bo'ldi. Ular kirsin. Ularni chaqiringlar. Xo'p. Qarada. İnsanlarda bo'lsin. El yurtni qudrat topqizishimiz uchun ko'k tangrim biz Mo'ng'ullarga donishman uzun soqolni iltifot qilgan. Bundan keyin uningga meni ko'rgan ko'zni muomala qilinglar, uni gapini anglanglar. Ma'lum qarada. 我们在撒马尔干城已经无事可做了，应该去强取旧都，羽绒节赤。只要拿下花剌子模这个最大最古老的皇太后居住的这座城市，我们的胜利就捏在手里了。据说，那个号称世界征服者的苏丹摩克莫，快50岁的人了，还怕他的妈妈。 Poytaxt Samarqandda qiladigan ishimiz tugadi. Endi ularning ko'ni poytaxtda o'rganishni darhol o'rganishimiz kerak. Mushu shaharni olsaqlar, sarkardachiliklarimizni ko'rsatgan botirona ajr bekor ketmay, g'alaba qozongan bo'lamiz. Toza sallamaza saqlamayapman. O'rganishni erishishiga menga vakolatdan 3 ola ega bo'linglar. Xo'p, qarada. O şehirde 10 tümençi korukçu qo'shin, 100 tümençi aholi var ekan. Düşman kuchini hergiz sercha olmayanglar. Chavandozlarni yeri bilan sizlarga bilib beray. Shirmat sarkarda Chilog'un, Kelma, Qubilaylar qo'shin bilan tang otlansin. Yangi poytaxt Samarqand Chog'atayning ulusi bo'ldi. Ko'ni poytaxt Urganch ilingandan keyin u yer Jo'chining ulusi bo'ladi. Shuna butun qo'shinni Jo'chi sen tizginlaysan. Tushundinglarmi? Tushundim qarada. Çıkınlar. Aras. Anlasam, o ko'ni poytaxt Urganch pek avod shahar ekan. İmkoniyatning baricha qo'ldanlar. U yana oxirdan keyin menga xabar qilinglar. Bir ko'gim bor. Rivoyatdagidek go'zalmikin? Qag'an ota. Yana deydigan gaplar bormi? Gap yo'q. Jo'chi, berib yo'lga Chusayni chaqirib qo'y. Oldimga kirsin. Ma'qul, Qag'an ota. Hey, nima bo'ldi? Chag'atay. Qancha kuymi yo'q-ki? Qag'an otamning shuncha halsirab chiroyidan ketganini ko'rmadingmi? Hanata. Tunagin bobam meni yonimda qol deb edi. Bobamga seni ep ketaman dedim. Ketgani yo'q, bobam menga bek amroq. Bu nima degani? Bobam senga amroq bo'lsa mamlakatga yo'qmi? Men
Men ketmayman demadim. Bovam menga amroq emasmi? Shunga yanada turib, oningdan nurg'un ishlarda ta'lim olay deyman. Muqat o'g'am. Sen hozir cho'ng bo'lding. Urush tugagandan keyin men bilan Ulug'sumga qaytib ketsan. Mendan keyin qolsang, taxt varisim bo'lasan. Uqdingmi? Bobongning yanada bundoq turaversan qandoq bo'ladi? Undoq bo'lsa, bovamdan so'rab baqay. Men so'rab baqay. Sen turib tur. Muqat o'g'anni ep ketmoqchi bo'lyapsan. Nima? Yelimda tursa, xotirjam bo'laman ekansan. Ha, yo'q. Qog'an ota, unda xiyolim yo'q. Seni qandoq o'ylaganligini anglashib ta'lim yo'q, deb qo'yay. Muqat o'g'an eng yaxshi ko'radigan navram tursa, uni yenimda ep qolsam bo'lmaydi ekan. Ha? Bo'ladi. Demakchimanki, ketsang bo'ladi. Ma'qul. Chag'atay. Qog'an ota. Muqat o'g'an yenimda qolsin. Sen xotirjam bo'l. Vaqti kelganda sana layoqatli bir taxt varisini topshirib beraman. Men xerib qoldim. Men bu bolaning kulgilari quloq tuyimda yonlab turishgan deyman. Ha? Men bo'lgandi men. Burun bolalar bundoq tortishib ketmaydi. Qulan. Ko'nglimizga gapni qiling. Mening chassaqallarim qiyirtikinidek oqarib ketibdimi? Yo'q, Ulug' qog'an. Chassaqallarini hasrat yoshlari oqartibatdi. Tangrim mana ko'nzir quvvat tepayotmamdi. Ulug' qog'an. Chaqirgan edilar. Uzun soqol, o'ltiring. O'ltirmay. Ulug' qog'an. Bugun chiroylari bo'lakchilik yaxshilanib qopti. Shundaqmi? Shundoq, Ulug' qog'an xil o'mishib qoldi. Ishonmasizlar, turib miyib baqsalar. Qulan, meni o'ylab mang'usib beqinglar. Voy. Ulug' qog'an, endi kasaldan turdilar. O'sha yerda o'ltirib olsin. Xeli o'ngishib qoptiman. Uzun soqol, siz o'ltiring. Rahmat sizlarga. Qachon uchun aqsatdan xabar bormi? Sizlarga ma'lum qilay dedim. Yo'lliq aqay chonchun aqsat cho'chujini ilib, Lajyo oymog'idan yanjinlik yapti. Yaxshi-ku. Lekin u sizlarning yana urushga otlanganliklarini anglab, yana yaltib o'pdi. Nimishqa? U sizlarga maktub yo'llabdi. Muhim yerlarni o'qib bering. Tonjo oymog'ining Chishan oyisidagi cho'chojudan duoyi salomlar yetgan. Yaqinda olilar maktub yo'llab, mendek tirikchilik yo'lini tuzuk uqmaydigan tariqatdan kamolatga yetmagan umr bo'yi g'urbat yashab, amdilikda rizq to'shayda qolgan yiroq joydagi iqtidorsiz peyqirlarni taklif qilgan kellar. Bu nima degani? U men iqtidorsiz qirib yashim bir yoy berib qoldi degani. Ilgari oltin xalliq bilan so'ng xalliq machqitim alchavatib taklif qismi bormagan edi. Men endi qolgan olilar taklif qilgan man yo'lga chiqdim. Sababi shuki, peyqir qolgan olilarning tug'ma jasoratlik ham pamparasatlik, tangdoshsiz zot ekanliklarini anglagan. Bu gaplarni tushundim. U meni oltin xallig'i va so'ng xallig'ining xollaridan ko'p yaxshi debdi. Xili o'zimni qilibdi juma. U chirikchilik ishlardan xabarim yo'q. Jiangziya, Jugolanadek elni idora qilish, jahonni amin topqizish yo'lini bilmayman. Faqat tariqatchilikni oz to'la bilaman. Hozir jahon ansiz. Jahonni tizginlash undaq oson ish emas debdi. U yana yashinib qoldim. Po'rilishib qolgan yog'ochdek bo'ronjab quloq bardashlik berolmayman. Shunga g'arbiy yurtga berish niyatimda yondim. Sizlar yayloqqa qaytib kelgandan keyin oldinlarga baray debdi. 风霜，福望皇帝早下宽大之诏，福望圣才。
龙儿年3月，他说他不懂得军事，不会像姜子牙和诸葛亮那样治国平天下、治理国家，他只懂得一点道德之心。现在是乱世，让人节制欲望也不是一件很容易做到的事情。同时他还说他年事已高，形容枯槁，不耐风霜，他就不来西域了。等你回到草原之后，他再来看你。不行，张胡子，你替我快写一份诏书，邀请他一定到撒马尔干来。诏书的内容呢？你告诉他，金宋两国多次请他，他不肯去，却不怕雨雪风霜，不远万里应召而来。我非常感动，更是急于要见到他。即使像他所说不能辅佐我处理军国大事，我也十分崇尚他的道德之心。因为我越来越明白了一个道理：要征服敌人，必须要用军队暴力，甚至避免不了暴行。可是要想统治被征服的臣民，达到长治久安，还需要征服民心。我深深知道，我还没有寻找到和掌握好这个治国之道，所以我需要他，特别需要他。bo'lmaydi. Uzun soqol darhol maktub bitib, uni cho'qim bilan kelishga teklif qiling. Aras, muqoli bag qo'riqchilarni avassin. Qo'riqchilar uni qo'g'dab epkasin. 30 chaqirımdagi har bir o'tang uni yaxshi kutib olsin. Bir kun 1 soat bo'lsin, oldin boldirab epkasin. Bo'ladi. Menimcha o'zlarining o'sha samimiyliklari va qilgan ajrlarini deb bo'lsa, cho'qim kelishi mumkin. Marhamat. Uluq qag'an, charchab qag'andilar. Birdam aram elvasilar. Qarisilar uytikni kiymabdilar. Uluq qag'an. Sizga bir sirni deb beray. Yaqindan beri o'limdan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Uluq qag'an. Qarang, qo'rqib ketganingizni. Hozir o'lib ketayotganim yo'q-ku. Uluq qag'an, o'tinib qolay. Bunday gapni qilmasizlar. Bo'ladi. Bo'ladi. Qilmay. Amaliyotda men nurg'un qatam ko'r og'izdan qutulganman. Men qo'rqinchoq ham chakillardan emas. Shug'ulisi mushundaq bordir o'lib ketkim yo'q. Onamdek undaq uzun umr ko'rgim yo'q. Ko'k tangridan umrimni yana 10 yosh. 10 yoshni uzatib berishni tilayman. 10 yosh uzatib bergan bo'lsa, 4 o'g'limning o'lisini o'rlashtirib beratdim. 10 yosh uzatib bergan bo'lsa, oltin xonlik bilan sulh xonligini yo'qitib, Junxo elini birlikka keltiratdim. 10 yosh uzatib bergan bo'lsa, otib ko'rib o'rganmagan yana nurg'un narsani o'rgatdim. 10 yosh uzatib bergan bo'lsa, o'z qo'lim bilan jasoratli ekan fazilatlik bir avlod azimatning obidasini tiklaytdim. Yurikimizga gapni qiling. Men asla yana 10 yil umr ko'ralaymanmi? Ko'ralaydilar. Cho'qim ko'ralaydilar. Chamchun Haqsat 300 necha yil umr ko'ribdi-ku. U kelib sizlar o'sin umr ko'rishning sirini deb bersa, yana 300 necha yil umr ko'rdilar dexe. 300 yil? Men 300 yillik daraxtni ko'rgan, dexe 300 yoshlik odamni ko'rib boqmagan. Balki yo'lliq aqay shundaq deydi. 300 yilda nurg'un ishlarni qilib bo'ladi.
agar rostli yashab ketsam siz qanday qilasiz? u chog'da men to'qal xonish bo'lishimi ishimiz cho'g'li qilib qolamda tehi. 凶事几天来定，是祸是福明中来。请问苏丹要问什么事情？我要知道，陨落的福星何时再能升起？成吉思汗什么时候离开花剌子模？我们去什么地方才能避开血光之灾？斗笠是这么说的：黄豆多于黑豆，黄皮肤的异教徒还占着绝对的优势。陨落的福星还没有升起，灾难还要继续发生。有办法化解吗？有，斗笠是这么说的：北、东、南三面都是黄豆的天罗地网，只有往西才能逃过这场劫难。哦，真是太危险了！看来我们是不能去哥济宁了。哥济宁在北方，明天一早我们立即转到去西方的里沙布尔城。